Elçi programmasi. Programmamiz Turpanda suratga ilinyapti. Programmamizning tajidarligini o'zgacha tamtid tutqulari bilan xaridorlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan Şinjan Çoğ Ustam Yemeklik İşlep Çıkarış Çeklik Şirketi öz üstüge algan. Şinjan Al-Xumar Məbləğ Seliş Çeklik Şirketi programımızı alohida talab qilgan. Şinjan Fasil Xalqaro Savdo Çeklik Şirketi programımızga yaqindan yordamda bo'lgan. Elçini Şinjan Kamera Madaniyat Tarqitish Çeklik Şirketi Ajit. Endi men programmamızga alohida taklif bilan qatnashib kelayotgan sodiq hamrohlarimizni tanishtirib o'tay. Şinjan Subi Advokatlık Ornu'nun hamkarlaşması pişkan tecrübelik kabil advokat. Abdunum Rayonluk Ayarlar Birleşmesi Mutaxassislar Ambırğı tizimliğe kirgizilgan mutaxassis Fatigül Abduqadir. Qarşılığımız Fatigül'de. Bizning musofirlarimiz Turpanğa kelgandan boshlab bizga hamroh bo'lib kelayotgan san'atkorimiz Sami Osman aka. Sami aka qarşılığımız. Siz suhbatlashishni yaxshi ko'radigan, ovozni anglashni yaxshi ko'radigan hammamiz amroq Ali Qurban. Qarşılığımız Ali. Qani undaqda bizning bugungi sanimizning birinchi bosqichida kim sahnamizga mehmon bo'lib chiqadi? O'zining so'zlari bilan qizlarga ta'sir ko'rsatadimi yo'q? Qizlarning esida qalamdi yo'q? Va yak o'ylamgan yerdan bir qizni qo'ldan tatishib ketamdi? Buni biz bilmaymiz. Tehdit sohasidagi sarka mahsulot cho'ng ustam tamtid qiluri shirkat qurilgandan hozirgacha xaridorlar oldin tanlaydigan markaga aylandi. Mana bu yil shirkat qurilganligining 7 yilligini qutlash munosabati bilan cho'ng ustam mahsulotlarining ichiga 500 tal oltin uzuk va esil 2 dan mashina mukofotini aqlashtirish faoliyati yo'l qo'yildi. Cho'ng ustam mahsulotlari bilan hayotning lazzatini surib, kutilmagan mukofotlar bilan talaylik xaridor bo'ling. Elçi programımızda çaç asrash yuyish mahsulotlari jihatdagi bayroqdor korxona Şinjan Al-Xumar Məbləğ Seliş Çeklik Şirketi alohida talab qilgan. Şinjan Fasil Xalqaro Savdo Çeklik Şirketi yaqindan yordamda bo'lgan. Qani, Cho'ng ustamning samovar sho'rpisini mazza qilib bir yayla mehmonlar. Vay, 5 o'xshatdi. Vah, haqiqatan bek o'xshatdi. Ta'mi o'zgacha, yemak-ichmak odatimizga moslashgan, cho'ng kichik hammaning tilida qoldigan bundaq esil ta'mni siz faqat mana shu Cho'ng ustam tetib qo'llaridan topa olasiz. Hey balla, anlasan, Cho'ng ustam tetib qo'llardan mashina oltin uzuk degandek mukofotlar chiqib yetibdi deydi. Bu gap rostmidi? Shu men mana biringlarga birdan og'ish keldim. Mukofot chiqib qolsa talishib qolmayli yana. Cho'ng ustamdan sizga omad tavsiya kelsa, mana shunday oddiy ish. Xalqning og'zini ochdingizmi, omad qo'lingizga sakratli chiqadi. Vah, qaranglar rostla. Rostkan bu. Bizni ichib baqayli. Ha, mashina. Rost mashina chiqibdi. Cho'ng ustam tehdit qo'llarining she'rin lazzatidan nozirlangash, uning ichiga yoshirilgan katta mukofotlaringizni elib oling. Sinab beqing. Ishonamanki, bu yil sizga cho'qim Cho'ng ustamdan katta omad bor. Cho'ng ustam samovar tehdit qo'li. Cho'ng ustam. Mana, dilbirim keldi. Qahvarang romantika va muhabbatning belgisi. Qararang buyuklik va yuksak jazbidir. So'zlar xosligingizni bayon qilib, tanho go'zalligingizni so'zlaydi. Elçi programımızdaki güzel kızlar. Ağız balığını bilirsiniz yokum. 10 nafar kızını tanlap. Ve ümit balkıp durdu. Kızlarında şokluk ve kızgın yaşlık söygüsü ayan. Dilberim 5 xil renglik çaş boyuqi güzel yaşlıkның rengdar çiçekleridir. Dilberim. Sahne tayinda o'tirayotgan 20 nafar qizdan kimlar bugungi sahnaga chiqqan? Qani, marhamat. Yaxshimsiz Alimalim, yaxshimsiz Samiyaka, yaxshimsiz Parklarcha, yaxshimsiz Mayracha. Hammangizning har joy vaqt xayrli bo'lsin. Rahmat. Nima vazifangiz borligini bilasiz yo'qmi? 10 nafar qizni tanlab chiqing. Bo'ldimi? Unda bugungi ishingizning yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Qani, qizlar, sahnaga marhamat. Ketsa qizlar, aptapda chiqinglar bilan sahnamizni texim yo'ritib atdinglar mana. Bugun sizlarni surat orqali tanlagan yigitni ekran orqali bir ko'rib baqaylik. Yaxshimsizlar elçi programımızdaki güzel kızlar. Men Olimjon. Men bu yil 32 yoshga kirdim. Yurtim Turpandan. Men izchil mustaqil turmush kechirish ham pul tepish yo'lida izlandim. Odatda sayohat qilishni yaxshi ko'raman. Bugun elçi programımızga kelishdagi maqsadim bo'lsa, mangulik hamrohim bilan tanishish. Qani Olimjon, sahnaga marhamat. Yaxshimsizlar xonim, qizlar, mo'zani har joy vaqt xayrli bo'lsin. Mendan sizlarga o'tib salom.
Çavak çağını üçün qani. Kimning çavaki bekrak çilinğandı siz üçün? Siz chiqibli qaysi qizga bekrak qaragansiz? Bir talab qo'ying. Talab bo'ldingizmi? O'zingizni tafsiliy bir tunishtirib qo'ying, qizlar Olimjon. İsmim Olim Turpandan Qatqaliyasidan. Bu sahne chiqishimdagi maqsad hamda o'zim beshimda yutilgan ishlarni biroq qurdi sharqilib buningdan keyingi mana shu baxtsiz bo'lib qolganlarniki boshqadan baxtini tepish uchun ham o'zimni yutilgan so'qoqlarni ko'pchilik o'rtaqlash deyish orqali bir haqiqiy mas'uliyat, bir baxtli inoq bir oila topsa kerak degan maqsadda chiqdim bu sahnaga men. Demak siz ilgari bir qatim turmush qurganmi? Turmush qurib ajrashib bo'lgan. Ajrashib ketdingiz. Farzandingiz bormi? Bor. Nechisi bor? Bir. O'g'ilmi, qizmi? O'g'il. Necha yosh? 6 yosh. 6 yosh. Bola kimda? Apsida. Apsida. Siz o'zingizni baxtsiz bo'lib qoldim deb qaramsiz? Baxtsiz deb qaramayman, to'yishimda shu sal o'ngsizlik qilib shuningga ashab o'ylab qoldim endi. Agar bundan keyin turmush qurib qolsangiz, siz qanday bir qanday bir dada bo'lishni o'ylaysiz? Bundan keyin turmush qurib qolsam, shu ayolim vafodor, kuyimchan, cho'nglar vafodorlik qildigan haqiqiy bir oilalik mehrini his qildira oladigan bir bo'lishni o'ylayman. Kelgusi ayolingizning qanday ayol bo'lishini xohlaysiz? Men haqiqiy tushunadigan, qo'llaydigan, qanday ish qilsam, mana shu qo'llab bersam deb qarayman. Qanday ish qilsam deganingiz, masalan, qanday ishlarni o'z ichiga oladi? Pul topman deb hamda bir tijoratmi qilaman, har xil pul topgan shaklda yomon ish qilmayman. Savdo qilaman, mashina sotaman, ishchilar kirib, qilib, ba'zi ishlar bilan tijoratlar qilib kirib qolgan ishlar bo'ladi. Ashunday vaqtlarda qo'llab berishga deydigan ishchi. Sizning qiziqishlaringiz deb berasiz, nimalar qiziqsiz? Masalan, tantarbiya turlari bo'lsin yoki o'zingizning odatdagi qiziqish. Odat chiniqishga bekarab qiziqaman. Top o'ynayman, futbol qiziqaman o'zim. Top basketbol dedingizmi? Futbol qiziqamsiz? Futbolga hozir qiziqmayman. Bo'ldi. Deydi. Voy, pek umidsizlanib ketdingiz-ku. Chunki men futbolga qiziqaman. Bu futbolni o'ynaydigan bolalarga bakrak havas qilgansiz. Futbol o'ynaydigan, futbol qiziqaman. Futbol o'ynashga deb men bilan o'ynasam. Futbol o'ynamsiz? Ha. İşte. Ma yangilik ekan, bilib olsak o'g'idek. Bu da mush qiz futbol o'ynaydi deb. Futbol o'ynaydigan bolalar chiqib qolsa paranglasangiz bo'g'idek. Siz basketbol o'ynaysiz. Siz ajrashib ketdim dedingiz-ku. O'zinglar tanishganmi yoki cho'nglar tanishtirganmi? Cho'nglar tanishtirgan. Qanchalik uy tutdingiz? To'y qilib tuzuk birga turamidik. Men tijorat qilaman deb sirq chiqib ketdim. U o'qidi, to'ydan o'qitgan sestralikda. Kasbiy maktabda to'yda o'qib. Ishga o'rlashtirib qo'yib, andan keyin ajrashib bo'lgan. Ana ajrashib ketishingizga nima sabab bo'lib qoldi? O'tirimiz haqiqiy mehr muhabbat qolmadi-chi, bir-bir ishinish yo'q qoldi. Kunlash yetdiniz, yet yiqib ketdi. Eng uzun turgan vaqtinglar Olimjon qanchalik to'ydan keyin? Ya 1 yilmi? 3 oy. 3 oy. Farzandingiz tug'ilgan siz nima dedingiz? Sirtda bo'lib qolgan. Sirtda bo'lib qolgandingiz. Farzandni beqib cho'ng qilish degandek butun ishlar ayni vaqtda ayolingizning zimmasida. Ma'lum bir sabablar tufayli kelolmay qoldim mencha. Endi bo'lamay qoldim. Ha. Siz bir ota bo'lish yoki ona bo'lish sizdan cho'qim aşı balaga otalik majburiyatingizni oldi bilan ado qiling. Bu bir er kishiningki yuksak mas'uliyati. Anandan keyin sizning ikkinchi ayolingizga nisbatan yana bir erlik mas'uliyatni muvofiq holda tangshab apmengishingizni umid qilaman. Rahmat. Olimjon, ukam siz balaga beqilish haqi beryapsiz. Ayolim beqib tarbiyalaydi balani dedingiz-ku? Ha. Balaga beqilish haqi beryapsiz hozir. Beryapman oyda 500 ko'y. 500 ko'ydan beryapsiz. Bu balani bevosita boqmaydigan tarafning balaga beqilish haqi berishi bu qonundagi majburiyat. Ha, to'g'ri. Buni cho'qim vaqtida berishingiz kerak. Hem iqtisodiy sharoitingiz yor bersa, o'zinglar kelishgandan yuqoritibroq bersingizmi bo'ladi. Rahmat. Ham sizning gapingiz qatta bir tushuncha berib qo'ysam, bu odat har qanday bir otaning baliq chidamaydi-ku. U mayli qosil taraf tursin, lekin ikki tarafdan bo'lgan bola bo'lgandan keyin cho'qim oxirigacha mas'uliyatlik tuyg'usi bo'lish kerak ikki tarafda-ku. Taxmin qilib turgan taqdirdami
Çokum ben aşağı oylayman başkalar qanday oylayman. Lekin men çamның yetişçe çokum yen ahirçe qaçan toy ve uçak bugan din kiyimma yenim qarayman şu balaga. Hayatı bulsam. Vah, Roşengül mındaq qıvatdı mana. Roşengül üçün mən bir Patuguladan sual sorup bereye. Roşengül hər qetdə muşu timini pat-pat oturğa taşlap qoydu. Patugulada toy turmuşundan keyin əmdi qız farzand kelin bo'lib shu ailenin bir a'zosi bo'lib ketadi. Bizning qarshimizdami, ham biz singdirgan tarbiyadimi. Endi qonun tarafdan o'g'il valmi, kuyog'il bo'lgandan keyin shu ailening a'zosi sanalamdi. Devletimiz Əxlaq Qanun Dasturunun 1050 maddəsində Moşu ev ayal öylünüş qanamız ağandan keyin ev ayal özlərinin putuşkunu boyunca ayal tərəf, er tərəfinin ailəsinin əzası bolsun buludu. Ya ki ev tərəf, ayal tərəfinin ailəsinin əzası bolsun buludu deyə belgilənген. Şununla hem de bunun da iki tərəf moşu öylünüş qanamız ağandan keyin birli ortaq turmuş keçirdi. Özününki əməli əhvalılığa asasen ev taraf ayal tarafından uygu verip şu ayal tarafından ailesinin azası bolsumu puli verdi. Rahmet. Rahmet. Alimcan bu programıga sen keçirmişlerini digili çıkanmı ya keçirmişlerini bir sözü geç bire hemra elip düşüp gitmeye maksatım ben kelgenman. Sılba. Köpçüler orta sarqılık men özüm texim mükemmelleştiriş için çıktım ben sahne üçün. Başka bir teknik bu kısamma aşınınca bahalarını anlagandan keyin özüm buğa yetersizliğini tuluqlaymaçı. Texim mükemmelleşme dep çıktım ben de. Yaxşı, onda olsa sana muvaffaqiyat dileyman. Rahmet. Siz tanıgan kızın yaş ölçümü qanchalik çoğunuz buldu? Özümden 2 yaş farqlansı buldu. Çoğun mu küçük olsun? Çoğun kişiyetim. Çoğun ama yaş anca mühim emez. Lakin küçük ölçemem. Yaş, yaman çoğun kesin bulmaydı özüm nispet. Çoğun kesin, çoğun 2 yaş olsa, küçüksüm 2 yaş olsa deyim. Boyunun egizligi çoğu? Boyunu ölçem kılmadım. Makul, rahmet. Siz tanılmaqçı bo'lgan qarshi tarafmi, xuddi sizga o'xshash bir qitimliq tajribadan qaytgan, mundaqcha aytganda, ajrashib ketgan. Farzandi bor bo'lsin bo'lamda. O'rtaq beqishqa chamingiz yetamda. Yetadi. 2 farzandi bo'lsin bo'lamda. Ülkesi bulmaydı, bir olsa balda öldü. Alimcan, siz top oynashdan boshqa sizning yana boshqacha havaslaringiz bormi? Tabii müzikini anlasam sal turamayman shu ustoynig'im keldi. Bizga pat-pat shunaqa usul havaskorlar chiqib qoladi. Ularni bir naq maydonda sinab qilgan ishlarimizmi bor? Maylimi? Mayli ham degandek o'ynayamayman, o'zimniki bor, nimamni chiqarishni xohlayman qilib. Usulluq naqshidan birini qo'yib beraylikmi? Voy, bizning maydonlar qizib ketdi-ku. Alchining sahnasi shundoq usul desen, muzikani anglab turolmaydigan havaskorlar xil qaynatadigan sahna bo'lib kelyapti-mi? Mana Almira bilan marhabomi, ikkingizni yolg'iz qo'ymay tushdi. Rahmat sizlarga. Rahmat. Yaxshi bo'lamdi-ku, o'zi yaxshi ko'rgan ishni bir qilib olsa. Yaxshi. Alimcanның mı yaxşı artıqçılıqları var ki mana. Sənətni yaxşı görməydiğən insan olmamız gerek. Mana sənət bolsa insanlara xas ictimai mədəniyyət hadisi. Alimcanның bu sənətni usulunu bək yaxşı oynadı. Mən sana işini bugün çoxun bir çıraylı qızın birini əp gitsən o deyəm. Rahmet. Samikam şeksiz işenç bağlatıdı. Ali sizce Alimcan bugün bir kızını əp ketalarmı? Əp ketidğandek mi turdu hamda? Hə. Hamda Alimcanның bir yaxşı yeri bu balda bir xillik ro'yi to'salg'i az. Bir ishlar masalan o'zi o'ylamagan bir qiyinchilik bir ish voqeasimi tizla. Untikadigan, kallasi bek elib olmaydigan manda tipken bu bola. Buna o'zi nima desa,
bu bana hayatı bir ravallıkını şekillendirdi. Muş noktada elip etkandı menimce bugün bir kızcakны ektirgandek turdu endi. Bağını bir görüp bakaylandı. Rahmet. Endi ma elçi sahnesiga bugungi qizlar xos Turpandan kelgan qizlar emas Alimjon. Mushuni cho'qim aniq aydinlashtirib olishimiz kerak. Urumchidan, Aqsudan, undan boshqami Qaramay degandek boshqa yurtlardan kelgan qizlarmi bor? Masalan, siz haqiqatan bir qizni tanlagan bo'lsangiz, o qizmi sizni tanlagan bo'lsa deyli. Endi siz hozir muhabbatli shishidan o'tdingiz. To'y qilaman deb chiqibsiz sahnaga. Yurt masalasi siz uchun cho'ng to'salg'i bo'lamdi, bo'lmamdi? Asosan bu ketmaydi. Siz yetkilishchan xizmat qila olamsiz? Masalan, qarshi taraf bilan tang shu qarshi tarafning yurtiga ketish imkoningiz bormi? Yoki ap qolamsiz? Albatta ap qolmanda. Wow! Unda g'ayrat qiling. Kimga ap qolasiz? To'limisa qizlarimiz to'limisa kim falan ap qoladi. Unda bo'lsa qizlarni chiroq o'chirish bosqichiga ap kiraylik. Alimjonga nisbatan oilasini, navbatdagi o'zining tuyg'usini azroq tushundinglar. Maskilada ekanmiz, yana bir tushunib baqay. Desanglar chiroqni saqlab qo'yinglar. Bo'lmasa o'chirib olsanglar bo'ladi. Kishilarning farqi ularning nimalarni orzu qilganligida. O'zingdan olqishing uchun bor kuchingni chiqar. Bir bo'lguni yetarli emas, texmi ko'p bo'lgani afzal. Bu tuyg'u bakpezi. Asl ichimligi. Mana Dilbirim keldi. Qahvarang romantika ve muhabbetin belgisi. Qararang büyüklük ve yüksek cezbidir. Sözlerden xaslıqınızı bayan qilib, tenha güzellikinizni sözleydi. Matarangdan hayatның güzelligi ve ümit balqib durdu. Qizlarangda şoqluq ve qizg'in yoshlik söygisi ayan. Dilbirim 5 xil ranglik chash bo'yiqi güzel yoshlikning rangdor chechaklaridir. Dilbirim. Voy, nim bo'ldi ya? Voyjon, qancha o'qitlaman shu mashqa o'tqalashdim. Hey, oldin qitimma bizning qo'shnilar ko'mir qalab isab qo'yg'il tasliq qilibdi. Shuningni meri ansirab yuradim. Men sho'xlarning sanshin markalik asmashlar chiqibdi. Ham muhit qo'g'daydi, ham aptiki, ham shunda issiq turdi. Shu birini apli keldim, sen japatatib ketdi deb. Uning ustiga voy, chiroyli nima ketslana. Chiroylamani esitaylar. Bargınaz Xalqaro Savdo Cheklik şirketi ta'minlagan oltin uzuk. O'g'il mehmonga Sho'xlan Savdo Cheklik mas'uliyat shirkati ta'minlagan Sanshin markali gaz o'choq sovg'a qilinadi. Agarda programma guruhimizga o'yinish xatim ta'minlab berilsa, Xinjiang Fasl Xalqaro Savdo Cheklik shirkati bir juftlarning sayyoh Şirnay sayohatining barliq chiqimlarini o'z ustiga oladi. Elchi programmamizdagi qo'l tutishgan, to'y qilgan qiz yigitlarni Sho'xlan Savdo Cheklik mas'uliyat shirkati Sanshin markasidagi oila elektr saymonlari bilan ta'minlaydi. Programma oxirida chiroyli qizlarimizga Xinjiang Bargınaz Xalqaro Savdo Cheklik shirkati ta'minlagan Bargınaz markasidagi yurishlik mahsulotlar sovg'a qilinadi. Afsus, hamma chiroq o'chib ketdi. Shu oxirida zodi ap qolma degan gapning ta'sirimi va yoki boshqa sabablardanmi? Qizlarning fikriga hurmat qilamiz. Uni hechqisi yo'q. Odatda rost gapdan xijolat bo'lmaydi-ku. Bu yog'aytib gapni Ahmeddan o'zi rost gap qilib, uch idisini o'tsa, hamda o'zim o'ylab bo'ldi rost gap qilgan. Ya, cho'qim ketma deb qo'yib yer qahni oldiganda qilib Ahmed qilgandan rost gap o'zini deb etish. Shu bekara yaxshi ko'rmaydi o'zim. Hechqisi yo'q, men islanmayman. Yana bir o'zimga yana bir aql topmanda bu umutsizlik uchirgan vaqtim. Bir aql topma. To'g'ri. Her bir yiqilish yoki har bir to'salg'ularda bir aql topadi odam. Balkim elchi sahnasiga bugun kelibmi, o'zgacha fikrlarda bo'ldingiz. Navbatdagi xonim qizlarningki erlardan kutadigan talab shartlarini nisbatan texam ilgirgan holat, eng yaqin holatda turib bildingiz. To'g'ri. Hamma odamning baxtli bo'lish huquqi bo'ladi, Alimjon. Bu huquqimiz uchun hammamiz to'g'ri yo'lda tirishchilik ko'rsatishimiz kerak. To'g'ri. Baxtlik minutlarga tezroq olishingizga tilakdoshmiz. Rahmat. Rahmat sizga. Xo'shamsiz.
Ben şu elçi sahnesiga chiqish jarayonida o'zimdagi bor bo'lgan beshim ütilgen so'g'uqlan deyish orqali buningdan keyingi baxtimni topay deb chiqqan. Lekin hamda har xiyol deb bu qizlarning o'ylashi bilan mening ko'z qarashim jihatlarda sal o'qishmaslar bu qilib qizlar tanlamay qoldi, chiroqlar o'chirilib ketdi. Lekin hech qisi yo'q, men ma'yuslanmayman. Çoxum özümün bəxtini tepişimə işinmə. Rəhmət. Bəxt izləb elçiga keldik. Bəxtni yetkizimiz deb elçi sahnesini bərpa qıldık. Bəlkə bu qədəmlərdə bizmo ancha-muncha to'salg'ularga va yoki mushkulotlarga uchrab turishimiz mumkin. O'zimiz izlagan yigit qoida chiqmay qolishi, qiz izlab elchi bo'lib kelgan yigitlar o'ziga loyiq qizni topolmay ketadigan ahvollarmi bo'lib turishi mumkin. Lekin biz mushu sahnani, mushu fursatni yaratishdan burunlar bunday qiyinchiliklarni allaqachon o'ylaganmiz. Biz cho'qim yengib ketalaydiganligimizga ishonamiz. Menimcha, sizlarning nazaringlarda layoqatlik, menga nisbatan mangulik, umrligim bo'ladi deydigan yigit hamon chiqadi. Bizmi saqlaymiz, chunki sizlarning jiroqda saqlayotgan birlari bor. Undaq bo'lsa, bir naqsha anglayotgandan keyin davomlashtiramdik. Qani, birlikda anglaylik ko'rmanlar. Ko'nglimga olam yo'q
ömrünge bulup hemdem caney könglimni sana verdim ömrünge bulup hemdem caney könglim könglimni sana verdim İkinci navbat sahnamizga kim chiqadigandir? Qani biz ko'rib baqaylik. Marhamat. Tetik sohasidagi sarka mahsulot cho'ng ustam tam tetikçileri şirket qurilgandan hozirgacha xaridorlar oldin tanlaydigan markaga aylandi. Mana bu yil şirket qurilganligining 7 yilligini qutlash munosabati bilan cho'ng ustam mahsulotlarining ichiga 500 tal oltin uzuk va esil ishkidan mashina mukofoti naqlashtirish faoliyati yo'l qo'yildi. Cho'ng ustam mahsulotlari bilan hayotning lazzatini surib, kutilmagan mukofotlar bilan talaylik xaridor bo'ling. Elçi programımızda çarçasıraş yuyuş mahsulotlar jihatdagi bayroqdor korxona Şinjan Al-Xumar mablag' selish cheklik shirkati alohida talab qilgan. Şinjan Fasil xalqaro savdo cheklik shirkati yaqindan yordamda bo'lgan. Mana Dilbirim keldi. Qahvarang romantika ve muhabbetning belgisi. Qararang büyüklük ve yüksek cezbidir. Sözlerden xaslıqınızını bayan qilib, tenha güzellikinizni so'zlaydi. Matarangdan hayatning güzelligi ve ümit balqib duradi. Qizilrangda sho'xluq ve qizg'in yoshlik sevgisi ayan. Dilbirim 5 xil ranglik chash bo'yiqi güzel yoshlikning rangdor chechaklaridir. Dilbirim. Gülginazım, Gülginaz, hem rahim sen qish hem yaz. Shunda seni her vaqt mehrim bilan esga olaman. Vujudim pokliqing, oqliqing bilan huzurlanadi. Sappaxtadan putilgan jisming ayollik latofatimga husn qo'shib, sog'lom va go'zal turmushga bo'lgan ishonchimni oshiradi. Pokizlig'ingning ichiga mening go'zal yoshlig'im, ayollik jazbidorlig'im yoshiringan. Sen bilan manzillarim go'zaldir, ey Gülginaz tozlik qog'ozi. Gülginaz tabiiy sappaxtalik tozlik qog'ozi. Ikkinchi navbat sahnamizga kim chiqadigandir? Qani biz ko'rib baqaylik. Marhamat. Amma doğupun dehşetke cumaka jürek gibi badi. Yansan muztak yango zadi. Rahmet rahmet. Uyyu ne Qani marhamat. Bak. Oy. Vay. Ha, qanda ağını ponyo yaxşıma? Oy, men yaxşı adaş, yaxşı. Torpan kelibaptı men digine adaş. Bek issiqada, amma bek chiroylik shaka bu. Qadimiy zodi bir yalak berib qolgandek buldum-ku. Bo'ldi, gap yo'q adaş, gap yo'q. Ha, bo'ldi, men mishada turpanda adaş, ala qilishayli. Ha. Oy. Qanafkam yaxshimsiz? Yaxshi ada, o'zingizcha yaxshi turdingizmi? Yaxshi, turpan kebabsiz. Yaxshi kelib oldimada. Muxbirlar. Siz ilgari bizning programmamizga qatnashgan. To'g'ri ada. Hozir sahnaga chiqishingiz o'zimga loyiq bir jo'r tanlash. Demak, siz sahnamizga keldingiz. Shunday yaxshi telefon paranlashdingiz hozir. Men ko'mdingizmi? Diqqat qilmabdiman. Voy, yashangda. Programmamizda o'zgarishlar ko'p. Siz 20 nafar qizdan 10 nafarni tanlaysiz, sahnaga chiqdi, shu qizlar bilan paranlashasiz. Ohoy, nima degan chiroyli qizlar. Tez bo'ling, ha. Bektikilib qarash ruxsat yo'q, ha? Bo'ldi ada. Bo'ldi. Chaqchaq. Muxbirlar, chiniqish terini eritdingiz, afta. Bugun kishpadingizning yaxshi bo'lishini umid qilaman. Yil ko'rishaylik. Bo'ldi da, rahmat. Ma'qul. Do'g'atni oxirini ichitay. Qani, muxbirlar tanlagan qizlarni biz sahnamizda kutib olaylik. Qani qizlar, sahnaga marhamat. Xushkepsizlar. Bir chaqchaqni ustidan kelibsizlar-da, sizlar. Keyingi sahnada bir kulkilik gaplar bilan chiqibsizlar-da.
Hammanglarning chehrada bir kulki. Undaq bo'lsa, bir oxirigacha kulaylik. Oldi bilan chiqadigan yigitni men taniydi ekanman. Sizlar bilmaysizlar. Bundaq deyishim mening tanishim deganim emas. Ilgari u yoq bizning mushu sahnamizga bir qitim qatnashib qaytgan. Qani, ekran qaranglar. Hürmetli ko'rinmaylar, yaxshimisizlar? G'uljidan kelgan muxbirlarimiz sizlarga salom. Men bu yil 29 yoshga kirdim. Kasbim chiniqish terneri. Qiziqishim kitob o'qish, sayohat qilish, san'at turlari. Men ikkinchi qitim el sahnasiga kelish orqali yana bir qitim o'zimga jang e'lon qilishni o'yladim. Chunki hayot ba'zida tavakkalchilikning yaxshi javobiga erishib, kutilmagan baxtga ega bo'lib qoladi. Mening muhabbat hikoyam bo'lsa, men uchun muhabbat endi uchratgan yangi tema emas. Chunki bundan burun bir necha qitim muhabbatlashib, bu safar mancha ko'ngildagidek bo'lmagan. Albatta dunyoda bir qitimda muvaffaqiyatli bo'ladigan ishlar ancha ko'p bo'lmasi kerak. Shunga qayta davomlashtirish eng yaxshi tanlash. Shunga menga o'xshash go'zal orzuni ko'nglimga pukkan bir qizni bu yo'lda uchirtiman deb o'ylayman. Qani muxbirlar, sahnaga marhamat. Salom Mayradan. Salom. Salom ustozlar. Salom güzel kızlar. Salom ekran oldidagi sevimli tomoshabinlar. Hammanglarning mush vaqt xayrlik bo'lsin. Men yana keldim deganni qaytibman. Men yana bir keldim. Bir ko'rishgan, tanishib ko'rishgan, tuqqan degandek o'zimning inimga o'xshaysiz ukam. Muxbirlar ismi. Qizlar tanishtirib qo'yay. G'ulji pardasida muxbirlam deb atasanglar bo'ladi. O'zi G'uljidan, Urumchida chiniqish ternerlik kasbi bilan shug'ullanadi. Atayın iz qo'g'lab turpanga kelganiga qaraganda, zodi bu qitim bir qizni muvaffaqiyatli sahnadan ilib tushib ketsam degandek holatda turgandek-a. To'g'ri. Ishonchingiz bormi? Ishonchim bor. Bo'ldi. Undaq bo'lsa bu sahna siz uchun yot emas edim. Jiddiylikning va yoki qanday qilaman deb mendan so'rashning mavjudi yo'q-ku. Qani, erkin azod paranglashing. Hamda savolni men boshlayman. Albatta siz boshlaysiz-da, boshlashdan burun mana sahnaga chiqib ko'zlaringiz yorib ketdi. Kimga bakrak qaragansiz? Menga yil deb bersiz. Voy, mush qiz bo'lamdi nima? Bo'lamdi nima emas, bo'ladi bu sahnada hamma qizlar. Ha. Hamda qizlar sizlar o'g'illarning qaysi tarafini bakrak yoqtirsizlar? Qaysi taraflarini hamda yoqtirmaysizlar degandekchi. O'g'illarningki qaysi tarafdan yoqtirman desangiz, sizga o'xshash chiniqqanlarni. Andan keyin mijoz ochiq yo'roq, sho'x. Lekin jonan emasmi? Butun qizlarcha chiroyli o'g'illarni toza yoqtirib ketmayman. Andan keyin oq ko'ngil o'g'illarni yoqtirman. Yoqtirmaydigan bo'lsa, og'izdan bir eg'iz ras kelib chiqmaydigan, ko'zimning ichiga qarab turib yog'an so'zlaydigan, hamma qizlarga o'rtaq muomala qiladigan, qizlar qo'pol muomala qiladigan o'g'illarni qat'iy yoqtirmayman. Men naq tushdi ekanman. Demak bu shartlarga tushdi ekansiz, shundaqmi? Ha, tushdi ekanman. Qanday o'g'illarni yoqtirsizingizku? Men yoqtirdigan o'g'illarning ichida siz bor ekansiz-ku, hammasi sizga lam chiqdi. Yoqtirmaydigan taraflar yo'q. Tugudimi? Tugudi. Siz qanday o'g'illarni yoqtirmaysiz Almira deb yiqma? Ashadashga o'xshash ko'zimni ichiga qarab turibchi. Yolg'on gapni bilvasammi? Men cho'qim yolg'on gap qilmayman, qanday qilsa deydigan biz o'g'illar qo'yishman. Oxirda ishib o'tirdi qarab. Yolg'onchining quyrug'i bir tutamda. Qanday o'g'illar amraqsiz Almira? Men shu tension qildigan, chiniqadigan. Shay, igiz, lag'amroq, qarko'z. Siz muxbirlarni o'ziga tasvirlab beryapsizsiz ya? Ya, chachandamang. Ha, ma'qul. Qani, qizlar. Yaxshimi? Men yoqtirgan o'g'illar Tirishchan, alg'a intildigan o'g'illar amroq, ondan o'rin o'g'illarni qat'iy yoqtirmayman. Aqadan siz so'zishni uqamsiz? So'zishni uqaman. Hamda oldin sandomi degandan bir qaytim chiqqan emasman. Bir qaytim egizrak yerdan hamda boshchilab etib, beshimni qarib olib, boshchilab atmaydigan bo'lgan. Bir xil qo'qishvada menda, ammo suni va kishi o'zima. Ay muxbirlar, agar men suv vashi cho'kib kelsam, qanday tushib qutqisiz? Shunga qochqiman bu. Istama. Bo'ldi.
So'zganlarga Alima bek yaxshi qaraydi. Bu so'zishdan bilimanda, jihatdan bilimanda qaraydi. Nima qilsalar, amaliyot u so'zishni bilganlik emas. Jihatdan manda palaqshib o'zishni so'zishni bilaman deb oldi. Unda o'zgan bilan amaliyotda 5 metr, 10 metr mang'amay harakatdi. Uni so'zishni bildi demaymiz. Odat so'zishni bilaman deganlarning ko'pinchisi paqishlab o'zgan bo'lsa, suvda bir xil rohat. Shunda g'amay o'zgul bo'ldi amaliyot. So'zish kuch ketmaydi, texnika dedi. Benim dostlarım jıqlar var so'zishni bilamsa, hali deydi tushdish, munda bir palaqshib, men qarasmışı gözdirib poltiyib ketadi oxirgi qibag'ich. Ularning hammasi amaliyot so'zishni bilish emas. Menimcha muxbil so'zishni bilmaslik mumkin. Bundan so'zishni bilman degan ibtidoiy holatga kelib bir o'stanglar o'zimizga shu xil o'zish. Palaq qilma. Ya o'stangda uzma aka. Ha burun hamda siz degandek paqchilab uzgan. Ulaş tashlab uzgan, keyinchilab hamda bek bilib ketmaydi. Uning hammasi so'zish emas, uning hammasi ibtidoiy holatdagi so'zishlar. Haqiqiy so'zish odatda deyish yildagidek shu boshni dengizni kesib o'tish deb turyapsizlar. Bir tiniq deymiz, bir tiniqni chiqaramiz, olamiz ma'qul uzish bo'ldi. Shu so'zish degan nayt yaxshi bir harakat. Sen shunda tushidi. Muxbil men bilan bir yerda Keni qudamda, men qo'yamda haftada 2 kun boraman, 5 kun bormayman. Bu bolalar 5 kun bordi, 2 kun dam oldi, o'xshamaydi. O'zimni ayttirishchan, jizilning hammasini zodi shunda pishiq biladi. Menga haqsiz o'qitib o'tadi hamda, qachongacha haqsiz o'qitdiki. Har vaqt aka. Ammo shunda bir nima deymiz? Odamlar shundoq bir yaqin turadigan, bir narsani o'rgatsim shundoq. Qizg'in a? Astoydil qizg'in bir holatda. Shunga hamda Almira so'chib ketishdan qo'rqmang. So'chib ketib qolsangiz, o'latirishga qolmay sizni qutuldirib olib, o'lsam sizni qutuldirib yutib olib o'lgan. O'ttoyni mundas bo'lgan o'zingning haqiqiy holatini yaxshi joriy qildirib, tanlab muvaffaqiyatli bo'lmasimi, yaxshi bir ta'sir qoldirib chiqib ketishini chin dilimdan umid qilaman. Rahmat aka. Mushu yaxshi fursatda men Fatiguladamdan bir savol so'rab olay. Fatigulada Turalg'i uy jamoat fondi miras doirasiga kiramdi deb bir to'rdishimiz bizga xeyli bo'ldi mushu savolni qoldirib bugun fursat bo'libdi. Munosabatlik qonun belgilamalariga asoslanganda Turalg'i uy farovonlik fondi puli miras doirasiga kirdi. Rahmat. Demak, ko'pchilik yaxshi foydalansa, bilvasi bo'lg'ida aka. Xo'sh, muxbirlar, ham siz qizlardan savol so'rasangiz bo'ldi va yoki qizlar sizlar ham so'ranglar. Sizlar so'rang. Sayohat qilishni yaxshi ko'ramsiz? Yaxshi ko'raman. Masalan, qaysi xil ya'ni sayohat qilishni yaxshi ko'rasiz? Tog'mi yoki o'miz bog'mi degandek. Tağının özü için güzel yerleri boludu, bağının özü için güzel yerleri boludu. Her yerden yaxshi ko'raman. Romantik turmushlarni yaxshi ko'ramsiz? Yaxshi ko'raman. Masalan, sizni bir romantik bir ishlarni qilib beqan desam, qaysi xil ishlarni birinchi qilib qilasiz? Yoki romantik yaxshi beqan menga desam. Hamda birisini yaxshi ko'rgandan keyin tabiiy shakllanadi deb o'ylayman uni hamda. Qanday masalan? Nega chiqma? Ham bir tang o'ynaychi birasi bilan hamsimi? Nega chiqma? İşkanlar ma'lum bir kafexana deylik. Tuyuqsiz uchrashib qoldinglar. İşkanlar boshqa bir shaharda. Tonish bilishinglarmi yo'q, urug' tuqquninglarmi yo'q. Lekin bir qarablar, bir-biringlarning Shinjonglik ekanligini uqdinglar. Bo'libmi muxbirlar, ajab chiroyli qizgan debli qoldingiz. Xo'sh, endi ishkanlar shu kafexanadagi suhbatni bizga bir ko'rsatib beringlar. Romantiklikni Nazarbek talab qilyapsizmi singlim-a? Qani, ifodalab baqsin naq maydonda. Bak, nima degan chiroyli qabi ya. Bak. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Muxbirlar. Has. Qanday bir ishingiz bormi? Sizmi Shinjonglik ekansiz? Qachon kelyapsiz Shanxayga? Necha kun bo'lgan? Sizmi Shinjonglik ekansiz-da? Shinjonglik. Men G'uljidan. G'uljidan. Ha. Men Urumchidan. Qarasam shunda chiroyli ekansiz, kiyimlarni yarashtirib kiyibsiz hadi. Voy rahmat. Voy rahmat Avorov. Voy, arziysiz-ku. İsmingiz? Merhaba. Merhaba. Muxbirlar. Merhaba Muxbirlar. Pah. Vahshiy kapti-ku.
Bek aldırdınızmı? Fəz bir işlərə. Bundan emas. Şanxay nima səbəbdən gəldiniz? Bu Şanxayga biz sayohat qilay deb kelgan, kallamni bir aram oldiray debchi. Şanxayga güzelce sayohat qilib keldingizmi? Sayohat qilgan. Men deyək sizni kesib pulga o'xshaydi debdiman. Ha, mening kasbimda chiniqish terneri. Ancha-muncha bunda biz sayohat qilib turmasak ham bo'lmaydi-chi. Shuncha ko'p vaqtlaringiz bormi ishda sayohat qilgandek? Vaqtni chiqarimizda hamda chiqarmasak bo'lmaydi sayohatga. Ha, bo'pti. O'zingiz uchun nima kasb bilan shug'ullanasiz? Aktyor. Voy, kasbingiz yaxshi ekan. Menga qiziqaman. Qiziqsangiz tirishing, qatnashib beqing, qilib beqing degandek. Rahmat. Bo'ldi. Biroq tansi o'ynab boqamdi, ajab lirik musiqa ekan. Bu qahvaxonada tansi o'ynab kuysak bo'lmasmi? Ana ustiga men ko'rishgan o'g'il tansi o'ynab kuygim yo'q. Tunji ko'rishib bilan tansi o'ynab qilsangiz. Rahmat. Lekin muxbirlam tirishdi-ya, bo'libmi engishib buraqla qizning inkining ostiga kirib o'tirishi. Muxbirlarmi ochiq yo'riq, tirishchan va tirishchan bo'lgan. Barliq qizlarni hammasi yoqtirdi. Menmi o'ylayman, muxbirlar quruq qo'l qaytmaydi deb o'ylayman. Tirishqin ukam, ha? Rahmat aka. Endi qiz oldi degan shahar oldida degan gap bor, cho'nglarimiz shunaqa deydi. Oson emas. Elchi sahnasiga chiqqan qizlar qarasa 10 nafar qiz turgandek turgan bilan 10 aylanning 10 xil ko'ngli bor, 10 xil sharti bor, 10 xil dunyosi bor, 10 xil hikoyasi bor. Aldirabdek o'g'illar bilan tushib ketadigan qizlarmi bu sahnaga kelgani yo'q. Qizlar nayt pastda chiroqlarni saqlab qilib bek o'ylanish bilan tushidi. Endi shu o'ylanish ichida muxbirlarga fursat beramdi va men buni o'qimayman. Qani muxbirlar tirishib ko'rsin, ha? Endi o'rtoq savol hammalardan. Endi qiziqish to'g'riliq paranasaq yaxshi ko'radigan ishlarimiz to'g'riliq. Qiziqishlarim bo'lsa, kitob o'qish, chiniqish, sayohat qilish, endi san'atga men qiziqaman. Biz ikki bola, bir akam bor. Ota-onam hayot hozir G'uljida ular. Dadam bo'lsa, ikkisi oshxonachida hozir, cho'nglar oshxonachida. Qizlarning oilasi haqida yoki bo'lmasa siz o'zingiz kelgusidagi jo'ran bo'lsa bo'ladi degan qizlarning qaysi tarafini bakrak bilgingiz bor? So'rang akam. Hamda o'zim jo'ram deb qaragan qiz bola, hamda qanday oila bo'lsa mayli. Hamda oddiy sodda bo'lsa mayli yoki bo'lmasa har qaysi taraflardan bo'lsin mayli. O'zi yaxshi bo'lsa, samimiy, oq ko'ngil, sho'qroq bo'lsa, her tarafta bana maslaşa alsa deb o'ylayman. Qolgan ishlarni mo'ri tirab, menib ketgan bo'ladi-chi. Tantarbiya jihati-chi. Tantarbiya jihatdan hamda ba'zi qizlar chiniqishni yaxshi ko'rdi, ba'zilar yoqtirmaydi. Ig'ir emas. Kuch talab qiladi. Ba'zida yengil, hamda o'zini asrash jihatimi? Ancha-muncha oksigen harakatlarni qilib, o'zini salomatlik ko'ngil bo'lsa deyman shu. Faqat chiniqishga bo'lam qiziqsiz. Boshqa tantarbiya turlariga qiziqmaysiz? Qiziqaman, yugurish qiziqaman, futbol qiziqaman. Marhaba, xush kelibsiz. Marhaba, futbolni yaxshi o'ynaydigan bolalarga bak amroq. Nimalar qiziqsiz? Men ot minishni yaxshi ko'raman birinchidan. Ondan keyin futbol o'ynashni yaxshi ko'raman, futbolni. Ko'rishni ham yaxshi ko'raman, undan chiniqish. Ham chiniqyapman, ham chiniqishlar degandek. Undan sirt san'at jihatda hammani bilman, ham yaxshi ko'raman san'atni. Undan boshqa sayohat qilishni yaxshi ko'raman. Har xil go'zal joylarga bormak, romantiklikni yaxshi ko'rman-ku odatda. Go'zal joylarga berishni, go'zal narsalardan huzurlanishni yaxshi ko'raman. Asosiyatdan o'xshaydi ekanmiz. Men 60ni yaxshi ko'raman. Qaysi kunda minib kelgandim. Bak payz oldi 60. 60 ostiga shunchalik vafodor bir hayvon. Otni o'zim yaxshi ko'raman-chi, o'sha hayvonni, otni.
Şuna yaxşı görmən. Hiç hoş adamda işek bunu yaxşı görmey qandı. Men işek, men yaxşı. İyi xatar. Sokoldap bana da şunda huzurlu. Mush günlük köynikingiz bilan beshingizga qandaq bosh kiyim kiysangiz bo'lar? Eshak Moza. Moza. Mozdim jiki vel ba işek minib jursam deymash bir. Ko'zoynak taqamsiz taqamamsiz? Tağlıda. Ko'zoynak taqamayman. Moza bo'lgan ekan. Ha, mozdim bijne kiyma. Unda buni olama, fangmenning iliq bir nimasi bor. Cho'riq kiyamsiz, cho'xaymi? Nimani? Ya manim bilasiz mana eshak mindi qanqalta yaqan bir ayg'il bor. Ayna ko'llini bo'yda bir tushuma. Eshak tuyuqsiz bir narsaga tutilish ishti kerak men qaz oyoq yeydi-da, ha? Oyoq yeydi. Ya, siz mashina sarqirayotsiz. Eshak misol shunda bir xil azada, at minish degan bir xil nochidek turgan bilan. Buna xatari bor. Degandek. Sen ustuma at minishga. Bakmo ustuma emas, ammo menima. Arqanqa masalan birisi chiqsa, minalamsa. Minalayman. Atma elib, taq chiqib, bir tanz o'yinsan, muzikadan birini qo'yib, inshanalloh voqea. Oldimda eshak minib, uchrab qolsam degan. Kim eshak minib, kim at minib uchrasa? Ya, mashqchi at minib, taqda tanz o'ynadi-da. Siz eshak minib keldingiz dunyoga. Dunyo kezib, tafakkurlarimni ulg'aytib, uchrab qolaman. Shundan manzarlarmi, go'zal manzarlar. Sonra men tuyuqsiz telefon qilib qolsam, nada deb eshak minib atgan deysizda. Shopping qilaman, eshak minib atgan. Marhaba bilan muxbirlamishkisi at minib debdi-ku. Ammo muj hamma narsadan tugi minishtasiki. Cho'ka debdi-ku, mu do'qqidi qo'ygandan ha o'tirgan. Do'qqisini quchoqlab qoldingizda. Ya quchoq oldig'li etlib ketgansizmi? Chaqqil tushdi ekan. Ha, mundal o'tirgan nima ekan? Surib ekan-a. Şu axir yanda eshak yaxshi ekan dedim men. Ha, demak hikoyangiz bor-da, endi. Hikoyam bor, bakashlar eshak tanlamayman. Eshak optanmansa. Bo'pti. Rahmat. Endi bizni xush qiladi, ha? Ham tafakkurga boshlaydi, ham o'ylantirdi. G'oyadim shundaq o'zgacha, men moslashib berman, shtaq eshak meniman deb chaqchaq qilib. Maqsad kayfiyatni ko'tarish. Qani tamomlashtiringlar qizlar. Yaxshimi siz bo'yingizligingiz qancha? 1.76. Rahmat. Sizning bo'y egizligiga qo'ygan o'lchamingiz qancha singlim? 1.80 dan yuqori. 1.80 dan yuqori bo'lishi kerak. Xo'sh, endi biz singlim. So'rab qolsam, siz hayvon beqish yaxshi ko'rasiz? Yaxshi ko'raman. Qanday hayvonlarni yaxshi ko'rasiz? Mushuk, ishlarning o'maqlari bo'lsa. Shunaqa qilganda siz mushuk beqib baqqanmi? Baqqan. Hozirchi? Hozir baqmadim. Mehribon odamlar shu uy hayvonlariga nisbatan texmo yaqin bo'lamdikin deyman. Lekin endi oila muhitida ko'nmis amal yo'q. Cho'nglar masalan burun beqib baqmagan bo'lsa yoki uchrashmagan bo'lsa, kichiklikda qo'rqadiganlar bor. Chiroq o'chirish bosqichiga kiramdiq muxbirlar. O'zinglar davomli ilgirlashni, muxbirlar bilan suhbatlashishni xohlasanglar saqlab qolinglar. Bo'lmasa, umid yo'q o'xshaydi, ikkimiz tez birlikka kelamaydi ekanmiz desanglar, uchrashsanglar bo'ldi. Sen mushu ukam. Masalan, men seni Mustafa bir hayvonga aylantirib yetdiman desam. Hayvonga-chi? Qaysi hayvonga aylanishni xohlaysiz? Atqa. Atqa aylanishni xohlaysiz. Nimishqa? At endi vafodor deb o'ylayman atni. Demak, sen o'zingni vafodor deb qaraysan. O'zingni nimaga asosan vafodor deb o'ylaysiz? Hamda mayli do'stlik bo'lsin, mayli ota-onam bo'lsin, qarindoshlarim bo'lsin, atrofidagi mayli tonay, mayli tonimay, ashlarga hamda vafodorligimni yetkazsam deyman-chu, yaxshilik qilsam deyman, yomonlikni o'ylamayman. At nisbatan hayvonotlar ichida ko'zimizga bak yiqishliq, chiroyli ko'rinadi. Ham muxbirlarni o'zininki tashqi badan qiyofatiga nisbatan ishonchi bo'lg'ashqimi, atni o'ylagan bo'lishi mumkin. Bo'ldi, endi biz qarab baqirgan bo'lsak, endi siz uchun saqlanib qolgan chiroqlar 1, 2, 3 chiroq siz uchun saqlanib qolibdi. Almira, marhaba, Zilnur, Almira 3 singlim siz uchun chiroq saqlab qolibdi. Qani sizlar davomli paranglashsanglar bo'ladi. Zilnur mushuk baqidi, yaxshi ko'rdi.
o'rtaq bir qiziqishinglar bor. Marhaba, ot minishni yaxshi ko'rdi, o'rtaq qiziqishinglar bor, lekin mushukdan shundoqda qo'rqadi ekan. Almira bu vaqtda jab gap qilmada. Muz qilib qoldim. Hijriy qana qilaman. Ha. Ot minishni yaxshi ko'ramsiz? Mesela o'rin. O'rin? Ot minish bilan o'rinlikning nima munosabati? Qo'rqayman, bir qator otdan tushib ketgandim. Qo'rqa ketdim. Mushukdanchu? Yo'q. Ammo eshak minishdanchu? Yo'q. Qo'rqmamsiz? Yo'q. Chunki Ali bexatar bo'ldi degashga qo'rqmaydigandek his qilyapsiz-da hozir, a? Ali aka sho'g'an keldi. O'rin shu, tomoqni juqaymandim. Tomoqni juqaysan deb bo'pti. Bakalım siz. Bekçik tomoq yeyman. O'zingiz yaxshi ko'rgan tomoqni qanchaga alalaysiz? Ayrim deb kerak ya. Aslan? Ya ayrim deb bermani. Nim tomoqni yaxshi ko'rasiz? Odatda men shu chonyanga olan chiqayotgancha uy tomoqlarini yeyishga biraman. Lekin quvvatga bekchi xayrasangiz yana qilib qoladi. Samirib ketsizlamda, ha? Samirib kelsin, pavbijada bir hafta yo bo'lmasa 2 hafta maqsad qilib biraylar borasiz. Jazolash tadbirlarim bor, ha? Pavbijada meni yaxshi ko'rsangiz, endi kino ko'rishga amroqsiz. Yaxshi ko'rgan kinoni qo'yib, bir soat meni o'zingiz bo'ladi. Ko'rmay qo'yilib. Ha? Yo'q, kinodan bakrak kinoga akirib yeydigan narsalarni ko'p o'ylaydi. Bir chetdan energiyani sarf qilasiz, bir chetdan to'liqlaysiz. Ashlama? Yeydigan sepamamsiz? Olib beraman. Zilnurninki chiroq o'chirib etib, siz men mush qizni tanlamoqchidim deyishingiz bilan marhaba chiroqni o'chiribdi. Almiramo saqlab qolamsiz? Almira raqobatga qatnashishni xohlamsiz? Bo'ldi. Almira o'ziga bo'lgan ishonch bilan chiroqni saqlab qoldi. Demak, sizning hozir o'chirdig'iningizmi bir chiroq, yondirdig'iningizmi bir chiroq. Bo'ldi, apishib ketma desangiz, birli qiz siz uchun umid berib qo'yib qoldi, muxbillam. Qaror qilish huquqi sizda. Agar siz oxirgacha raqobat qatnashishni xohlasangiz, Almira, muxbillam suratni chekib, sahnaga chiqib, mush qiz ko'nglimga ajab yiqib qolgan degan qizning suratini ekranda chiqiramiz. Xohlamsiz? Siz bo'lmasangiz ham bo'laveramdi. Bo'laverdi. Qani muxbillam, qaror qilish huquqi o'zingizda. Almira nimishga u yoqqa qarab olsiz? Tutishqanlarga qiz mehmonga Şinjan Bergnas xalqaro savdo cheklik shirkati ta'minlagan oltin uzuk. O'g'il mehmonga Shoxlan savdo cheklik mas'uliyat shirkati ta'minlagan Sanshin markali gaz o'choq sovg'a qilinadi. Agarda programma guruhimizga o'yinish xatini ta'minlab beralsa, Şinjan Pasl xalqaro savdo cheklik shirkati bir juftlarning sayyoh Şirnay sayohatining barliq chiqimlarini o'z ustiga oladi. Elchi programmamizdagi qo'l tutishgan, to'y qilgan qiz yigitlarni Shoxlan savdo cheklik mas'uliyat shirkati Sanshin markasidagi oila elektr saymonlari bilan ta'minlaydi. Programma oxirida chiroyli qizlarimizga Şinjan Bergnas xalqaro savdo cheklik shirkati ta'minlagan Bergnas markasidagi yurishlik mahsulotlar sovg'a qilinadi. Almira nimishga u yoqqa qarab olsiz? Endi men bu sahna o'yin uchun chiqmadim, turmush uchun chiqdim-ku. Ha. Qarasam shunda umoqkansiz, shunda tabiiy. Mijozingiz yiqib qolgan. Lekin ba'zan bir taraflaringiz Aslan. Ha, qana qilamiz? Voy bosh kerak. Maya bir intervyuga bir xil kaydi giyinishlar. Almirani chiroyi qirib, mondoq bir xil yeyapsizmi, ha? Qanday bo'ldi? Siz Almira qarab o'tiribsizmi? Nima qaror qilib bo'ldingizmi? Almira chiqma. Hamda men shu o'zgarishni xohlamsiz? Ha? Men xohlayman, lekin tamam jihisam jihidan deb shenchi qilasiz. Ya o tomoq deganni hamda o kichik masala-ku. Siz men degashim kichik masala-ku. O da qiyiq. Almiram. Menga shunda yaxshi ta'sir berdingiz. Lekin mening ko'nglimdagidek ras emas. Bo'lgan bo'lsa, kechiring, ha? Shuni qaranglashib, mush gapni deydiganingizdan fiqqan bo'lsak, boshtil davatgan bo'lsangiz yaxshi bo'ladi. Lekin bizning Almira bak ham umoq, ham ko'z oldida kishilarga bak to'g'ri yuzlanadigan qiz. Suyimli tomoshabinlar, hammanglarning mush vaqt xayrlik bo'lsin.
Men uchun yongan chiroqlarga rahmat. Mening o'ylagan taraflarim bor. Hammamizning baxtimizni tepishimizga ishonchim bor. Hammanglarga rahmat. Almira yoshli kichik, o'sib yetilayotgan qiz. Almira darhol qiz bola bo'lgani uchun sahnadagi tuyuqsiz zarbini qabul qilolmadi bo'g'ay. Zarba desa zarba emas desa bu bir o'sib yetilishiga nisbatan bir palampay. Muxbirlarma va ko'p o'ylandi, ko'p yeniga berib paranglashgan bo'ldi. Eng oxir qarorni hamda muxbirlar xato chiqadi desak to'g'ri bo'lmaydi. Muxbirlarmi o'zining tanlashi, bizning Almirami o'zining tanlashi bo'yicha qoldi deb turaylik. Hammanglarga Xinjiang Bergnaz xalqaro savdo cheklanish shirkati ta'minlagan sovg'atlarni taqdim etamiz. Qabul qilinglar qizlar. Rahmat. Qadrli ko'rman do'stlar, esinglarda bo'lsin, programmamizning tajdorligini o'zdagi tamtid qo'llari bilan xaridorlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan Xinjiang Cho'ngustam yemaklik ishlab chiqarish cheklanish shirkati o'z ustiga olgan. Elchi programmamizni Çaç asrash, chash yuyish mahsulotlari sohasida izchil bayroqdor korxona bo'lib kelayotgan Xinjiang Al-Xumar mablag' selish cheklanish shirkati alohida talab qilgan. Xinjiang fasli xalqaro savdo cheklanish shirkati programmamizga yaqindan yordamda bo'lgan elchini Xinjiang kamera madaniyat tarqatish cheklanish shirkati ajri bilan ishlagan. Bizning bugungi programmamiz cho'qim ko'pchilikning esida qoladi. Chunki biz o'zimizmi o'ylamagan ishlarga bugungi programmamizda yo'liqdik. Kelar qismda ko'rishaylik.